Xullas, janob mer, qishloqqa tekshiruv keladi. Shunga mashinangizni yashirmasangiz bo'lmaydi. Lekin qayoqqa yashiraman, bilmasam. Agarda sizda Jiguli emas, BMW ekanini ko'rib qolishsa, xo'sh, sizni qamab yuborishadi ancha yilga. Shunga yashiring. Bilmadim qayoqqa, lekin Jiguli turgani ma'qul. Chirigan bo'lsa-chi Jiguli, undan ham yaxshi. Shoshmang, tushunarsan. Endi qayoqqa yashiraman bu Jigulini? Qacha, nima qilaman Jigulini emas. BMW-ni dedi-ku, lekin BMW-ni maqtangim kelganda, mayli, yashirish bo'lsa yashirishsa, hozir o'ylab ko'raman. Qadrli tomoshabinlar, video boshlasizlarga kanalga obuna bo'lishni tavsiya qilaman, chunki bu juda ham yaxshi bo'ladi. Yangi videolardan birinchilardan tomosha qila olasizlar. Va nihoyat qishloqqa qaytdim. Hammaga salomlar. Men ismim Sheyn va meni nihoyat больницаdan qo'yib yuborishdi. Gap shundaki, men qo'limni sindirib olgandim. Ko'rib turganingizdek, hali ham mana qop-qora qilib bog'lab olganman, chunki ba'zida sovuqda og'rib turadi. Jinursan, nima bo'ldi agarotimga yo'q vaqtimda dabdalasi chiqib ketibdi. Axir men qo'shnimga aytgandim, qarab tur deb, hattoki pul ham to'lagandim. U esa nima qilibdi? Umuman qaramagan. Chinursan, bu agarotni endi nima qilaman? Shundoq ham qo'lim og'rib yotibdi, singan qo'lim bilan Chinursan. Bilmadim, hozir merga borsam, yo'q, mer keladida ko'rsat deydi, keyin dabdala bo'laman. Mayli, birinchi qo'shni yoniga borganim ma'qul. Tak. Xo'sh. Qo'yamiz qocha olmaslik uchun. Hoy, qo'shni. Qo'shni, salom. Bu uyda yashaydigan qo'shni qani? Men xullas agarot, qanaqangi agarot? Mana bu agarotga qarab tursin deganda, bu yerdagi jitil qora kiyimlimi? Ha, uni o'rniga men yashayapman. Tushunursan, men o agarodimga qarash kerak edi. O'zir men merning yordamchisi bo'laman. Men ketdim. Mayli, uzr bezovta qilganim uchun. Jinursan do'stlar, demak, qora kiyimli jitil ko'chib ketibdi-da. U meni agarodimga qarab turish kerak edi. Men aynan shuning uchun unga naqd 670 ming so'm bergandim. U esa qaramagan. Jinursan, shuncha agarotim, shuncha ekinlarim, endi nima qilaman? Yo'q, bularni endi hozir agarotni to'g'rilashga to'g'ri keladi. Eng istamagan ishim, eng xohlamaganim. Mana sizlar o'ylaysizlarki, men hozir qishloqqa qaytib shu bilan shug'ullanishni xohlaymanmi? Agarotni qaytadan qurish bilan yo'q, dam olmoqchi edim, maza qilib oftobda toblanib yotaman deb. Bu yerda esa agarotni tuzatishga to'g'ri kelyapti. Men bunday bo'lishni istamagandim. O'ylagandimki, maza qilib dam olaman. Mana o'sha issiq dim больницаdan chiqib keldim desam, bu yerda endi asabga tegishyapti. Mana bunday qilib, mayli, umid qilamanki, hech bo'lmasa sizlar like bosib qo'yasizlar, kayfiyatim ozgina bo'lsa ham ko'tarilishi uchun. Mayli, bizga kimdir uning tashlab ketibdi. Xo'sh, bizga 18 ta daraxt kerak bo'lar ekan. Mayli, chopishni boshlaymiz. Tak, yaxshi. Endi esa ikkinchi daraxtni ham chopamiz. Juda ham ko'p daraxt chopishga to'g'ri keladi shekilli. Gap shundaki, do'stlar, meni uyimning yonidan juda ham ko'p odam o'tadi va agarotga qarab turmasa, aynan agarotning ustidan yugurib o'tishni boshlashadi. Ozgina bo'lsa ham yo'lni kesib o'tish uchun. Shuning uchun ham qora kiyimli jitilga aytgandim, qarab tur, hech kim yugurmasin, iloji bo'lsa zabor qurib qo'y degandim. Lekin yo'q do'stlar, jitillar ko'p tushunishadi. O'yinchilar, bizning qishloqda o'yinchilar ko'p va o'shalar yugurib o'taverishadi. Nima qilaman, yashirib men ham o'zim mana ko'ryapsizlarmi, yugurib o'tyapman. Agar iloji bo'lganda ekinlarni ustidan ham yugurib o'tardim, lekin men o'zim tushunganim uchun, bunday qilish mumkin emasligi uchun, shunchaki agarotning yonidan yugurib o'tyapman. Lekin agarotning yonidan yugurib o'tganda ham juda ham ko'p yurib o'taversa, daraxtlar ham dabdala bo'lib qorayib qoladi, rasvos chiqib. Shunga qarab tur degandim. Bu hikoyani endi nabiralarimga aytib beraman, qanday qilib men pul to'lab qo'ygan jitil ana shunday meni ahmoq qilib ketib qolganini. Mayli, taqdava kellar, bularni hozir terib olamiz sekingina va ekishni boshladik. Tak, bu tarafga ham va mana deyarli bo'ldi. Bu yoqqa va mana bu yerlarga ham qo'yib ekib chiqamiz. Yaxshi. Va mana bu taraflarni qo'yil do'stlar, ajoyib. Buni qaranglar, chiroyli chiqyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni qaranglar, zo'r menga yoqdi. Tak, qani ketdik. Hozir ochamiz va bo'ldi. Endi uyqum ham kelib qoldi-ya, lekin kartoshkalarni merga olib borish kerakmikin, yoki kechroq ko'rsammikin? Tak, buni nima? Tushunmadim. Mashina ovozimi? Mashina signalizatsiyasi, lekin uyimni tagidan stop bo'lishi mumkin emas. Uyim tagida mashina signalizatsiyasining ovozi kelyapti. Bu menga yoqmayapti. Tak. Rostdan, buni qaranglar, darrov balandlashib ketdi ovozi. Uyim tagida mashina turganga o'xshaydi, lekin do'stlar, buni qaranglar, yon oynalari tushunursin, ovoz o'chdi. Qoyil. Axir mana bu yog'ochni sindirib tashladim, ovoz qattiq chiqdi. Ana shuning uchun signalizatsiya ishlab ketgan shekilli. Lekin kim meni uyim tagida mashina qoldirib ketdi yoki avvaldan bormidi? Men shunchaki bilmaganman. Podvalim yo'qligi uchun va podval kerak bo'lmagani uchun men bu yerni kovlamagandim va shuncha vaqtdan beri bu yerda mashina yo'q. Shoshmanglar do'stlar, men umuman tushunmayapman kimni haqliga kelgan bo'lishi mumkin bunday ish qilish. Men shunchaki nima deb atashni bilmayapman. Bu holatni tasavvur qilyapsizlarmi? Uyingizga kelyapsiz va
polni tagidan mana shunaqangi ovoz chiqyapti. Polni ochsangiz, u yerda mashina turibdi. Mashina faqatgina qanaqangi brend ekanini ham ko'ra olmayapman-da. Hozir oldan kovlab o'tamiz. Buni qaranglar, disklari juda ham qimmatga o'xshayapti. Faralari oltindanmi? Tak. Reshotkasiga qaranglar, menimcha BMW shekilli taqqan kelinglar. Kattaroq ochib olaylik srazu, keyin olib chiqamiz tashqariga. Tushunursin do'stlar, bu hazil emas. Bu yerda rostdan ham kimdir mashina qoldirib ketgan. Tushunursin. Hozir ochamiz va olib chiqamiz tashqariga. Naqd o'yini tagida-ya bo'lishi mumkin emas. Bu yerda g'or bor ekan, g'orga tushirib bormaslik kerak bu mashinani. Xo'sh, mana bunday, lekin ko'ryapsizlarmi, mashina yangiday turibdi. Demak, bu mashinani bu yerga qanchadir vaqt oldin tashlab ketishgan, ya'ni ancha yillardan beri turgani yo'q. Demak, yaqindagina bo'lgan ish, ammo kim bu ishni qilgan bo'lishi mumkin? Kim mashinani meni uyimni tagiga tashlab ketgan? Balki qishloqda emasligimdan foydalanib tashlab ketishgandir. Bo'lishi mumkin. Masalan, kimdadir garaj bo'lmagan bo'lsa, lekin menimcha garaj qurish osonroq bo'lsa kerak. Mana bunday kovlab mashinani olib chiq qilgandan ko'ra. Yo, do'stlar, ishlayapti. Buni qaranglar. Gaz berishini-chi, yangi mashina. Tushunursin. Yo, uchib chiqdi-ya. O, sekin. Yo'mi, yaltirab ham qo'ydimi? O, do'stlar, bunaqangi mashinani butun umr ishlasam ham ishlab topa olmayman-ku. Tushunursin. Va u meni uyim tagidan chiqdi. Tak, qishloq qonunlariga ko'ra uy tagidan topilgan hamma narsa o'yinchiga yoki jitelga tegishli, ya'ni uni topgan odamga. Demak, bu endi meni mashinam. Do'stlar, bu endi meni garajim. Uyim tagida mana shunaqangi garaj bo'ladi va mana shu yerda men bu mashinani saqlayman. Ungacha esa garaj eshigini kellar yopib qo'yamiz va o'ylab ko'ramiz. Buni parkovka qo'ysam bo'larmikin, ha? Faqatgina ehtiyot bo'lish kerak, urib yubormasdan. Bu albatta juda ham qiziq voqea. Sekin, baribir ham kirib ketdim. Begona mashinalarga sekin tak. Mana bunday to'g'rilashga harakat qilamiz va bo'ldi. Davay, to'g'rilansang-chi, tushunursin. Yo-mayo, buni qaranglar. Rostdan ham rangiga baho beringlar do'stlar. Bu qanaqangi rang ekanini bilmayman, lekin xuddiki qorga o'xshaydi. Ustiga qor tashlab qo'ygandek. Tak, buni yopish kerak endi. Tushunursin, lekin do'stlar, bu albatta juda ham chiroyli mashina, ammo qishloqda menga bunaqangi qimmat BMW mashinasi kerak emas, balki uni sotib yuborarman. O sekin yaxshi g'oyaga o'xshayapti va garaj ham kerak emas menga. Sotib yuborsam, uni puliga boshqa narsa olishim mumkin bo'ladi. O'ylashimcha, bu BMWni kamiga 100 ming dollarga sotishim mumkin. Bir jitelni bilaman, tanishim bo'ladi va u bu pulga bemalol bu mashinani sotib olishi mumkin. Faqatgina uni chaqirsammikin yoki olib qolsammikin, 1-2 marta haydab ko'rsammikin? Mayli. Hozir kelinglar merning yoniga o'tamiz. Janob mer, bugun qishloqqa tekshiruv kelish kerak edi, shundaymi? Parkovkani tekshirishmaydimi? Nima qilibdi parkovkaga? Xullas, gap shundaki, u yerda mening mashinam turgan. Qanaqangi mashina? Sen 6-uyda yashaysan-a? Jinursin. Nima? U yerda xullas, xo'sh, parkovkada BMWmi? BMW, meni BMWim. Qanaqasiga sening BMWing bo'ladi? U meni mashinam. Qanday sizniki? Uni men uying tagiga qo'yib qo'ygandim. Nima uchun? Tekshiruv kelsa ko'rmasin deb. Tak, janob mer, siz bilasizmi? Bu mashina meni uyim tagida bo'lgani uchun menga tegishli. Endi qanaqasiga senga tegishli? Shunaqasiga qonunlarga ko'ra uyim tagidan topilgan hamma narsa menga tegishli. Ahmoqmisan? Qanaqasiga ahmoq bo'laman? Yurchi, qani ko'rsatchi. Xo'p, mayli, qani keling. Ana u yerda turibdi parkovkada. Xo'sh, oq BMW Snow White. O'zim o'ylagandim qorga o'xshaganda. Xo'sh, bu meni mashinam. Yo'q, sizniki emas. Qanaqasiga meniki bo'lmaydi? Buni men o'zimning uyim tagidan topdim. Siz menga aytmasdan yashirib ketganmisiz? Demak, meni o'zimning uyimning tagidan chiqdi. Bo'lishi mumkin emas. Men u yerga yashirdim. Meni uyimning tagidan chiqqan narsa menga tegishli, lekin bu meni mashinam axir. Siz menga aytmasdan yashirdingiz, men uni o'zim topib bo'ldim. Endi bu meni mashinam. Yo'q, men seni qamab yuboraman, bilasan-a? Senga hech kim yordam bera olmaydi. Men kimligimni bilyapsanmi? Bularning hammasi vizaga tushyapti. Menga farqi yo'q, vizaga tushyaptimi, yo'qmi? Davay. Qani, nima qila olasiz? Menmi? Xo'sh, nima qila olasiz? Aytingchi, men seni qamatib yuboraman. Qanaqasiga qamatasiz? Men o'zimni uyim tagidan haqqoniy topdim, janob mer. Tezroq bo'ling, tekshiruv keldi. Как раз tekshiruvga ko'rsataman. Nimani? Mana shu gapirgan gaplaringizni meni shantaj qilib, mayli, mashina senda qolaversin, vaqtida tekshiruvga chiqman. Davay, ketdik. Keyin gaplashamiz sen bilan. Keyin gaplashamiz. Jinursin. Qo'rqib ketdim-a. Mayli. Tak, mashinani endi aniq sotib olishimizga to'g'ri keladi do'stlar. Juda ham tez sotib yuborishimiz kerak. Tak. Mayli, hozir qo'ng'iroq qilaman kerakli odamga va bu mashinani sotamiz. Juda ham chiroyli, lekin nima ham qilardik? Sotishimiz kerak, chunki bu mer baribir ham qaytarib oladi mashinani. Nima degan taqdirda ham u mendan ko'ra kuchliroq, tanish bilishlari ko'p. Shunga ehtiyot bo'lishimiz kerak va sotib yuboramiz tezroq. Tak, bo'lib bularni olib qo'yamiz. Xo'sh. Tak, raqamni teramiz va allo, salom Shayn. Salom. Menga yordaming kerak edi. Nimaga? Xullas, bir BMW bor, shuni sotib olmaysanmi? Qanaqangi? M3. Mayli, hozir yoningga o'taman, bo'pti.
Qo'yil do'stlar, endi kelib mashinani tezroq sotib olsa bo'lgani. U kutishimiz kerak. Salom Shayn, salom Rachel. Xo'sh, olasanmi? Qani ko'rsatchi, bir ko'raylikchi qanaqangi mashina ekan u. Axir aytdim-ku, BMW M3. Shunchaki holat haqida gapiryapman, yaxshimi yoki wow, yomon emas, rangi ham zo'r-ku. Xo'da, qancha deysan? 100 ming. 100 ming dollardami? Ha, albatta, juda ham qimmatli qiladi bunaqangi mashina uchun. Istamasang farqi yo'q, mayli boshqasiga qo'ng'iroq qilaman. Shunchaki o'ylaganimki, sen yaqin do'stimsan deb qara, hammasi yangi. Bilmasam, rangi ham qara boshqacha, Snow White deyishdi. Ha, o'ylab ko'rishim kerak. Xo'sh, nima deysan? Davay, men shoshib turibman. Mayli, hozir pulni beraman sana bo'lay. Aha, davay. Menga ishonasan-ku, xullas mayli, mana ola qol bo'lay, telefonni olib qo'y. Aha, mana bu boshqa gap, Rachel. Bo'ldi, mashina seniki, katta rahmat. Aha. Qoyil, kapotlarni ham hammasini tekshirib ko'rishim mumkin. Ochiladi, yopiladi, zo'r. Bo'ldi, tegma, endi bu meni mashinam. Boshqasiga qimmatroq sotaman. Davay, omad. Do'stlar, bo'ldi, mashina sotildi endi. Mer menga hech narsa qila olmaydi. Qo'yil, faqatgina o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu pullarni nima qilishimiz mumkin? Kommentariyada yozib qoldiringlar.